Assalomu alaykum. Abdulhay darvoza obunachilar, xudo xolasa mana qadrli obunachilar, hammalaringning darvozalaringni birin-ketin bitib o'tibdi. Samarqanddan o'lchaganmiz. Qobilxon ekan darvozalarning nihoyatda sifatli, chiroyli, bagati chiqdi inshaalloh. Mana bu darvozamiz razmerimiz eni ham bo'yi ham 4 metrga 4 metr. Bu sotuvda 2 qavatli polni shumka varianti. Sifatlar o'ta ideal holatda chiqqan. Zuber zamok. O'zi bilan ertadan mo'yka qilishni boshlaymiz, xudo xolasa. Razmerimiz 4 metrga 4 metr. Eshigimiz o'ng tomondan chekkadan o'ngga ochiladi, ichkariga ochiladi. Mana bu darvozamiz 360 ga 360 darvoza. Xudo xolasa mana bu chiziqli darvozamiz Andijon O'rmonbekka o'rnaydi, xudo xolasa. 3,5 370 ming razmeri. Mashina urib ko'raylik, bitta ikkitasi chiqaryapti, bunaqa mana. Xohlagan joydan urilaveradi, xudo xolasa. Ikkita chiqaryapti, keramika qilib, o'ttasiga profil to'qimasdan. Biz profil to'qib turib, bez keramika chiqaryapmiz, xudo xolasa. Mana bu darvozamiz ham eni 3,40, bo'yiga 3,5 lik, sotuvda bu darvoza ham. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi darvoza kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalariga murojaat qilasizlar. Mana bu darvozamiz Samarqand savxoz O'ypir Shokani darvozaning kezakisi. 3,5 ga 363 ga 390 lik darvoza. Mana bu telefon nomerlarimiz 55 ga qilaverasizlar. Pultli darvozalarimiz. Mana bu darvozamiz Jizzaxga ketdi, xudo xolasa. Jizzaxga o'rnaydi. Inshaalloh kuzat tusoni bu yerda tayyor darvozalarimiz bor. Mana 3 ga 320 bu. Mana 380 ga 320 lik darvoza, xudo xolasa. Sifatli darvoza sizdan yurgan tanishlaringizga shu videolarimizni tashlab qo'yasizlar, inshaalloh. Sifatlari o'ta ideal holatda qilib, ishlaringni chiroyli holatda qilib bajarib beramiz. Xo'p, mana bu yerda esa popli oka darvozangiz oldi tayyor bo'ldi. Orqasini tayyorlaymiz hozir, xudo xolasa. Darvozangiz polnistda beziloq bo'ldi, mana orqa ko'rinishi. Darvoza polni beziloq, chiroyli holatda bitib chiqyapti, inshaalloh. Neslarimiz 1.8, 1.9 lik, pashta 2 qavatli bo'lgan. Mana bu darvoza O'ypir Shokan darvozalari Samarqand savxoziga o'rnaydi, xudo xolasa. Samarqand savxozida darvozangiz kraskaga boshlandi, inshaalloh. Kuzatishda davom etib tursangiz, sifatli, yaxshi darvozalarni ishlab chiqarishda davom etamiz. Mana bu darvozamiz Andijonning darvozasi. Andijonlik oka. Siz obunachimsiz, ya'ni qo'shningiz obunachi emasdi, sababi qo'shningizni men ko'rishmaganman, bilmaganman, Nerjabek aka sizni darvozangiz o'rnaganda Andijon mashina bozori, eski mashina bozori tomonidan Do'stlik tarafdan qo'yilgan 392 mi 93 ga 340 lik darvozani orqasidan olingan darvoza Nerjabek aka. Oka, siz darvozangiz ash Andijon mashina bozori tomonidan bir hafta oldin o'nda adashmasam orqasidan olingan zakaz. Mana bu Samarqand savxozi darvozasi. Hattoki bu yo'llargacha 1,5 qo'ydik. Inshaalloh mana darvozalarimizning orqa ko'rinishi. Sifatli darvoza istab yurgan tanishlaringizga shu videolarimizni tashlab qo'yasizlar, plus telefon nomerlarimiz 94 016 55 55 97 260 46 46. Telefon nomerlarimiz o'lcha ham avjidalar. Xudo xolasa shedevr fason darvozamiz. Mana bu darvozamizdan orqa ko'rinishini olamiz. Orqa ko'rinishlari mana shu changib ketgan, e'tibor bermasizlar. Buni bitta yuvsa chiqib ketadi. Orqalargacha lak sepilgan mana. Center zamok bo'lgan обязательно, Apex zamok bo'lgan. Zamogini o'zi ham $56 atrofida edi. O'zi $48 ga tushdi adashmasam. Hech qanaqa Zuber emas, hech qanaqa high-tech zamok emas, xudo xolasa. $56 lik darvoza zamogi. Endi puliga yarashar. Bu yerda materiallarimiz 1 listenkadan 4 listenkagacha bo'lgan darvozalarimiz materiallari. Mana bu darvozamiz Andijon O'limbek darvozasi. O'limbekli oka, darvozangiz mana jilolanyapti oka. 3-4 kunda xudo xolasa qo'shib oladi, olib borib o'rnatamiz. Mana bu Farg'ona 5 bo'lgan darvozasi bo'lasi. Farg'onalik oka 5 bo'lali. Oka, obunachimisiz, obunachi emasmisiz, xudo xolasa. Darvozangiz kraskaga o'tdi. Mana bu
gullari. Qanotlari mana bu 5 bolani darvozasini kesaksini nalishini qilinyapti, xudo xolasa. 12 shveler bo'lgan aylanasi, xudo xolasa. Kuzatishni davom etasizlar, sog' bo'linglar, charchamani. Nima xizmatlar bo'lsa, sifatli darvoza tayyorlang. Ishlaringlarga shu videolarimizni tashlab qo'yasizlar, inshaalloh. Bilasizlar, bizda sifat, kачество ishlab chiqarayotgan material liboysiga javob beramiz. Abdulhay darvozalarda. Bitta telefon qilasizlar, ishlaringlar hal bo'ladi. Sog' bo'linglar, charchamani. Mana hozir iftorlik mahal bo'lyapti, sekin biz iftorlikka yuramiz. 7-kuni 17:13. 1 soat o'shoqroq vaqt qoldi. Sog' bo'linglar, charchamani.